Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining Uyg'ur ovoz suhbat programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurshid. Hurmatli ko'ruvchilar, bugun sizlarning oldinglarda katta bir xush xabar bilan sizlar bilan tang bu xushalliqni, tang bahrlanish uchun oldinglarda turibdimiz. Hammanglarningki xabar bo'lgandek biz Qurultay televiziyasidan buning xabarlarini oldingi davramlarda berib turgan Dünya Uyghur Qurultiyi ve Angliyadagi Yer shari qonun harakati to'g'ri tarafidan Angliya hukumatining Uyg'ur majburiy emgak mahsulotlarini cheklamay Angliyaning aloqador qonunlari xiloflik qilganligi haqida arz sungan edi. Bu sud jarayonida minglarninki xabar olgandek bir qatim rad qilindi. Keyindan qaytadan arz sunish jarayonida bugun uninki natijasi e'lon qilindi va xo'shalnarliq şekilde biz bu sotni tutup çıkan bulduk. Şonlaşqa bu sotni ilip beriş jarayonida ve bu sotninki muşu neticege keliş jarayonida bevosita kuch chiqargan aziz mehmonlarni bugun suhbatga chaqirdik. Aldı bilan Dünya Uyg'ur Qurultiyining raisi Dolqin Aysa efendim, Qurultay ayollar komitetining mudiri ve Qurultay xalqaro ishlar direktori Sumratay Erkin ve Qurultay London ishxonasining direktori ve Qurultayning Angliyadagi vakili Reyma Mahmud xonimlarni suhbatimizga chaqirdik. Al bilan suhbatimizni qabul qilganlar uchun ziyoratimizni sizlarga minnatdorligimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga ve xush kelibsizlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bugünkidek bundaq xushalnarliq bir ishni anglagandan keyin sizlar qandaq hissiyat bo'lyapsizlar? Oldi bilan hissiyatinglarni bir so'rab baqay dedim. Hurmatli Dolqin Aysa efendim, sizdan boshlaylik. Rahmat bu ziyoratni o'rinlashtirganligingiz uchun. Albatta bugün bir tarixiy bir kun. Bugün bir Uyg'ur xalqi uchun, bugün erkek qirg'inchilikqa uchrayotgan bir xalqning xalqarodagi qonuniy kurashlarimizning bir g'alabaga erishdigan, xalqimizga umid berdigan, yalnız xalqimiz bilan emas, dunyoda bir adolatning borligini, bir hukukning borligini. Gerçi Xitoy bugün qanchalik iqtisodiy jihatdan bo'lsin, siyosiy diplomatik jihatdan bo'lsin, dunyoda qudratlik deb o'zi jar sarvatgan bir hokimiyat bo'lsin-mu, ama biz Xitoy bilan selishtirgan imkonlarimiz nokta-nazardan selishtirib bo'lmaydigan bir tashkilot bo'lgan bo'lsaqmi, ama kurash qilgan bilan chekinmay oldimizga qarab mangsak dunyoda bir adolatning borligini, haqqoniyatning borligini ve bizni qo'llagan minglarcha, milyonlarcha insonlarning haqiqatni so'ydigan, dunyoda qonunning ijro qilishini arzu qiladigan ve bunun için kurash qiladigan minglagan, o'n minglagan insonlarning borligidan iborat bu xo'sh xabardan umidlanadigan bunday aytgan chog'imizda Xitoy hukumati Uyg'urlarga nisbatan erkinlik ve mecburi emgak bugün dünyanın asas kun tartibidan birisi bo'layotgan vaqtimizda bu qarorning chiqishi yalnız Uygur mecburi emgak uchun emas, dünyada mecburi emgakka chetishlik bo'lgan mallarning cheklanishi nuqtai-nazarda dunyoda etilgan mühim bir qadam deb o'ylayman. Buningdan bütün Uyg'ur xalqi so'yindi, bütün adaletni so'ydigan, haqqoniyatni so'ydigan bütün insonlar bu xabardan so'yindi ve shuni men ishonaman. Men albatta bek hayajonlandim, ko'z yosh qildim hatta. Çünkü bu resmi arzning boshlanishi bilan ta bugunga qadar 3 yildan ortiq vaqt bo'ldi. Bu jarayonda men Londonda tug'anligim uchun, bu ishga men mas'ul bo'lganligim uchun nurg'un xizmatlar bo'ldi. Shuning uchun albatta intayin bir xil hayajon, bir xil xo'shallik hamda bir xil hasrat, xuddi chunki özümüzdeki, vatanimizdeki, milletimizge bu haberini bevosita yetkazolmaydigan bo'lgandan keyin u bir xil bir hasrat, ashunaq bir hissiyatda bo'ldim. Hatto atdeganlik tamoqimni yemedim. Shu hayajonlik ichida hozirgachilik. Ben mi o'xshash hayajon buldum. Çünkü bu tunji qitim Uyg'urlarning bir sud
ichida bir mahkamaga yengib chiqishimiz bo'ldi. Ham tunji qitim biz yerlik davlatlarning qonunini ishlatib Xitoyning javobgarlikqa va mushu majbur emgakning dün faydalangan şirketlerden bir javobgarlik algan bulduk. Hem bir yerde en mühimsi bize hükümet bilen mu hem de uruştuk desek buldu. Çünkü Angliya hükümetinin muşu kırvatkan mallarga sel qarab muşu mallarını mu tekşürüş ipamıganlık üçün muşu sut içilgan. Şuna bunu yeni çıkınımızda bir devletinin bir nimesi mahkemede yığıp çıkmamız nihayet bir çoğun iş. Hem bu tunji qadam deb o'ylayman. Tunji bir qonuniy urush ni yığıp çıktık. Bundan keyin mu başka devletlerde bo'lsin, Angliyada bo'lsin, hamda mushundaq shaklda jang elib boralaymiz deb bir ilhom keldi. Hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat. Haqiqatan hayajonlanarli bir ish bo'ldi bugun. Sizning deb o'tganingizdek yuqorida raisimiz Dolqin Aysa apandim va Rayma xonimning deb o'tgandek bu muhacirat Uyg'urlarning muhacirat tarixidagi bir tashkilotning bir organninki tunji qitim bir davlatni sotqa tortib tutib chiqishi bir Angliyaninki tamojnisi hatta xatolashmasam ichki ishlar ministrligining bog'i buning ichida shularning hammasini sotqa sunib Xitoyninki iqtisod jihatdan zarba uchrishiga zo'r turtki bo'ladigan bu sudni tutib chiqishimiz haqiqatan bütün Uyg'urlar faxrlanishga arziydigan va xush bo'lishga arziydigan bir ish deb o'ylayman. Xo'sh, hurmatli Dolqin Aysa apandim, bu sudninki ahamiyati haqida to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Sotning men biraz ilgari so'zimda biraz hayajonlanib qoldim deb o'ylayman. Bu sotning ahamiyati favqulodda muhim. Bu bir noktadan çünkü başka devletlerge Muşnun o'xshaydi Angliyaga o'xshaydigan mecbur emgak chetish bo'lgan mahsulotlarning chegirdan kirishini cheklagan qonunlar bo'lgan va yoki shunda qonunlarni chiqarayotgan devletlarning nisbatan bir boshlang'ich. Yevropa ittifoqimi shunday bir qonunlarni chiqaryotdi. Demak, Angliyada buning tutqunligini o'zi bizni jasoratlantirdi va boshqa Uyghur mecburi emgikini to'xtatish uchun kurash qilayotgan cho'ng bir hamkorlik tashkiloti var. Bularni ümitlendirdi. Xalqimizni ümitlendirdi. Shuning buning ahamiyati mush nuqtada undan boshqa bu ijro qilinishga boshlagandan keyin Xitoydan keladigan tekstil, ya'ni paxta mahsulotlarining cheklandi. Bu Xitoyning millionlagan, hatta milyardlagan dollar ziyon ko'chirdi. Çünkü Xitoy bugün dünyada o'zining iqtisodiy kuchidan paylanib, bu pulidan paylanib davlatlarni monopolizat qilishga, Uyg'ur erkiy qirg'inchiliklarni qo'rqmay turib berishning muhim sabablaridan birisi bu iqtisodiy kuchiga ishonganligi uchun. Shuning uchun jiq davlatlar Xitoy bilan bo'lgan iqtisodiy munosabatning buzilib ketishidan oldini olib, Xitoy bu iqtisodiy kuchini o'zining butun osmonasiya qilish, mustamlik qilish siyosatlariga ishiltadi. Şununla bir yerde Xitay'ın iqtisadi jihatdan acizlaştırışının üzü, muşu Uyghur erkek qirg'inchiligini to'xtatishdagi muhim omillardan biri. Amerika 2021 qonun chiqib, 2022 yil 6 oyda buni yo'l qo'ygandan buyon hozir 3,5 milyard dollarlik mal musodir qilindi Amerikaning emisida. Endi bu sotning qarori ijro, endi boshqa ijro qilish bosqichida. Ijro qilingan vaqtning o'zida Angliyaga kirdigan va Angliya orqali dunyoning boshqa yeriga boradigan milyonlagan hatta milyarlagan dollarlık tekstil kirmeydiğine bu Xitoyning iqtisodiyotini nayti halsizlandırdı. Bunun meyli simbolik ahamiyati olsun, meyli konkretli jihatda Xitoyga bir ambargo yuzgizgan ve Xitoy bilan ticaret qilayotgan bo'libmi tekstil paxta mahsulotlarini de import eksport ishlaridan shug'ullanayotgan shirkatlarga berilgan nayti yaxshi bir jazo bo'ladi. Başka şirketler mi açgözlük bilen pul tepişti maksat kılıp Uyghur qirg'inchiligiga sal qarayotgan şirketlerning mi bu meselede yüzünü tekşürüşke veya Xitoydan çekilip çıkışıga sebep oldu dep o'ylayman. Albatta bunun başka ahmiyatları hakkında Angliyaga qanday ta'sir bo'ldi, Rayma xonim tek yaxshiroq biladi. Bunun jarayonlari var. Birinchi bu to'g'riliq balkim Rayma xonim tafsilroq ma'lumot bera oladi deb o'ylayman. Xo'sh, Rayma xonim, hozirmi raisimiz Dolqin Aysa apandim
deb o'tganda bu sotninki boshlanish jarayon haqida to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Ko'p rahmat. Bu boshlanish men Dabla xonim bilan tanishish bilan boshlandi. Dabla xonim shu Global Legal Action Network bilanki naiti bir tanilgan advokati. Biz tunji qitim shu 9 tashkilot majburiy emgakni to'xtatish uchun qandaq bir ishlarni qila olamiz deb Londonda tunji qitimliq bir yig'in bo'lgan, shu yerda tanishgan. Keyin hozir bu kengayib 400 tashkilotga yaqin bir cho'ng coalition, ya'ni birlashma bir nima bo'ldi. Shu vaqtda bular bilan paranglashib, shu qonuniy qandaq bir ishlarni qila olgani bo'ldi degan shu suhbat bo'lgan. Shuningdan keyin oz vaqt o'tmasdan biz Dunyo Uyg'ur qurultiyi rais bilan men o'zim bularning shu Global Legal Action Network billa to'r suhbat yig'ini o'tkazdik va shu Angliya hukumatiningki 3 idorasini arzi sunib xat yozdiganga qaror qildik. Shu tunji qitimliq xat rasmiy arzi xati 4-oyda, ya'ni 2020-yili 4-oyda xat yo'llandi. Ama bizga kelgan javob ular hech qanday bir bizningki bu arzilarimiz va bizningki ularga bu hozirgi bu qirg'inchilikning bo'layotgani, paxta mahsulotlarininki Angliyaga kirayotganligi va buning hech qanday bir to'silmaganligi degan mushu nimalarimizga hech qanday bizni qanoatlangidak hech qanday bir javob kelmadi. Kelmagandan keyin advokatlarimiz bilan maslahatlashib buningga rasmiy qonuniy, ya'ni sudga arz qilamiz deb sudga arz qildik. Sud arzisi 2021-yili 2-oyda arzi sunuldi. Ondan keyin 2022-yili 10-oyda tunji sud içildi ve bunun cevabı 2023-yili 1-oyda, yani bultur 1-oyda kararı çıktı. Bu karardı mı şu sudçi gerçi bütün hazırki mecbur emgekning bo'layotganligiga hech qanday qarshilik yoki buni bo'lmayotidi demagan bo'lsa-mu, qirg'inchilik to'g'risidami bu qirg'inchilik bo'lmayotidi degan hech qanday nima yo'q. Bütün oxirgi qarorida faqatlam Angliya hukumatiningki sababi, ya'ni nima uchun bu mallarni to'samaydigan sababininki to'g'riligini shuni qabul qilgan. Bu mallarninki nima uchun bu aniqlayolmaydiganligi, bu ta'minlash zanjirini aniqlashninki mumkinchiligi bo'lmaganligini mushuni asos qilib bu qarorninki Angliyaninki bu ishga hech qanday bir qonunsizlik bir harakatda bo'lmagan degan bir qaror ekan. Ondan keyin bu qitimliq bu 2-chi qitimliq arza asosliq National Crimes Agency, ya'ni davlatlik jinoiy ishlar mas'ul bo'lgan agentligini sudga berdik. Buningda bizning advokatlarimiz agarda bir mahsulot, misalga aqtamaki deyli, bu aqtamakidan nima qilgan zararlik chekimlikdan chiqqan nima olgan pul va yoki pul yuyish uchun kirgan bu pullar gerçi bu kanunsuz bo'lsa, nima uchun bu jinoiy ishlar bilan ishlab chiqarilgan paxta mallari bunun bu yerga kirishi jinoyatga hisoblanmaydi degan hamda eng oddiy til bilan tushundirsam, mushuni asos qilib bu nima sudga berdi. Oxirida bu ayol sudchi bütün bizning advokatimizningki, ya'ni bizningki o birinchi qitimliq sudchining xatolik o'tkazganligi hamda qonun bo'yicha xatolik o'tkazganligi degan shu qarorni bu da berdi. Nimish deganda bu agarda bir ta'minlash zanjirda bütün hammasi emas, agar bir zanjirninki bir qismida shundoq bir jinoiy ishlar bo'linganligining mumkinchiligini gumon qilgan bo'lsa, uni mushu jinoiy ishlarga mas'ul bo'lgan
organ çoxum bunu tekşürüp elip beriş gerek. Şunun üçün bu qararınki burunqi qarardan xata bolğanlığı, bunundan keyinki bu jinoiy ishlar mas'ul organınki bununğa çoxum qonun bo'yicha bu malni tekshirish. Har qandaq gumon qilgan malni bu yerga Angliyaga kirgizilsa bu jinoyat bo'lganlik. Bu qaror chiqdi. Bundaq bo'lgandan keyin endi hozir mushu organga nayt ig'ir bir yük. Shuning uchun Angliyada bu National Crimes Agency, ya'ni bu davlatlik jinoiy ishlar tekshirish organinki mas'uliyati intayin ig'ir. Shuning uchun buni tekshirish majbur qildi. Onundan keyin yana bir nima, endi bu qaror chiqqandan keyin, ya'ni Angliyada tunji tarixiy qaror. Bundaq bir ya'ni boshqa mahsulotlarningki Angliyaga kirgan mahsulotlarni bu jinoiy ishlar mahsuloti yoki jinoiy ishlar tovar degan bundaq atalmaganligi bo'lganligi uchun bu bir tarixiy nima. Shuning uchun yangi qonunlarningki, ya'ni yangi mushuni to'sash uchun chiqadigan qonunlarga bir asoslik, bir asos bo'lgan bo'ldi. Shuning uchun buningki nimasi yomon cho'ng, ta'siri yomon cho'ng. Hamda bizningki Angliyada bo'libmi, masalan, Dünya Uyg'ur Qurultiyi ishxonasi va o'zamning deb ketay. Dünya Uyg'ur ishxonasi va Uyg'ur qirg'inchiligini to'xtatish faoliyatlarimizning eng muhim bir faoliyatlari mush majburiy emgak mahsulotini Angliyadan to'sish. Shuning uchun bu qaror bizningki buningdan keyingi faoliyatlarimizga, bo'pmi parlamentlardagi, bo'pmi hukumatga besim ishlatish, bularda bizning uchun bek cho'ng bir g'alaba va qoralimiz bo'ldi. Ben bir yerde bir koşum çıkıp koyay, Rahime Hanım tefsilatım dedi, nayet yaxşı şekilde. Bir nokta çünkü 2020 yılı 4. ayda, 4. ayının 23. tuncu bir xat yazıldı dedik o Dünya Kurultayı bilen Gilan Yarışarı Kanun Hareket Merkezi tarafından. Bu mındar bir xat emas, bunu bir eski koyay. Çünkü bu 58 betlik bir dokulatını koşar bile evetken. Çünkü şunu bu ağırlıkımızda Dünya Kurultayı ve Gilan birlikte muşu Xitay'dan Angliya'ya kelgen tekstil mahsulotlarından Uyghur mecbur emgeklilen çetişliklik boğallığını ispatlaydıgan nurgulluğa o vakit Adriya Zens'in çıkargan dokulatlardan paylanan Avustralya Stratejik Tadqiqat İnstitütü'nün dokulatları var. Anladığın Angliya bazarlardaki mesela Haun'da mahsulotlarındaki hatta Made in China deb yazgan etiketlerini tat, resim tatkan, muci deydigan şirketniki nimeleri şuna okşaydigan nurgulgan şirketlerin nimelerini resim tat, aşna bir dokumentaslaştırıp, hüccetleştirgen 58 betlik bir dokulat bilen koşup durup, anladığın tamujin idarısıga sen mao hanıqlaplık batsan deb evetken bir dokulatla. Onun dinkin ola kopap, onun kuma itibar vermeyendikin an sot jarayanı başlangan. Şunu koşup çıkmay dedim. Mən bir nərsini dəb qoyay, bunundan keyin rəisimiz. Gilan bilan birlə emas, Gilan bizning vəkilimiz, bizga vəkil bo'lib advokat sundi ərzimizni. Gilan bizning advokatimiz, ular bizga vəkil bo'lib shu materiallarni sundi və materiallarninki tayyorlanishiga biz yaqindan hamkorlashdik. Shu masalan 58 betlik materialning shu arzinomininki toplap kimden nemini aldığan, qayerdan aldığan narsalardan tatib inchik narsalarga men bevosita aralashgan. Shuning uchun shu Gilan bilan birga demayli. Gilan advokatimiz, bizning advokatimiz Gilan. Ko'p rahmat. Boshlanish jarayon haqida nihoyat tafsili to'xtalib o'tganingiz uchun. Hurmatli To'lqin Isa apandim, siz hozir qo'shimcha qilish jarayonida mush boshlanish jarayon haqida bir narsa so'rg'im keldi. U bo'lsa-mu bu sotga arz qilish vaqti qachon boshlangan? Masalan, xatolashmasam 2021 yili Amerika davlati tarafidan Uyg'ur majburiy emgakni cheklash qonun loyihasi tasdiqlanib o'tgandi. Shundan keyin bo'ldimi yoki qachon bo'ldi? Buni bir so'rg'im keldi. Ya bu Amerika'daki Uyghur mecburi emgakini to'xtatish qonuni xatolashmasam 2021 yili 6. ayda kongressdan o'tdi. Ve birkaç aydan keyin Prezident Joe Biden imza qildi. Birkaç haftadan keyin. Ama resmi bu kanun bulup
kiriş jarayoni bir yılga yaqin vaqt bo'ldi. Ya'ni 2022 yılı 6. ayının 21. günüse resmi bu icra qilinish başladı. Hem de biraz ilgili Rehime Hanım'ı dep etti. Tunci bu bizim erzimimiz dünya kurultayı erzine sunduk gilan arkalık, adikatlarımız arkalık. Tamıcnıdın onun itibar kalmaydığı red geldi. 5. ayının oturlarında uladın bize red geldi. Onun dikin tekrar onun xat yazdı. Şunda olan çağımızda 2020 yılı 6. ay şuna ama Rahime 6. ayda resmi sotka erz verildi hatalaşmışsam 2020 yılı. Demek tehi Amerika'da mecbur Uygur mecbur emniyetini çekleş kanunu tek çıkmağa vakit. Demek bizim bu hareketine başlaş, sot işlerini başlaş jarayonimiz Amerika'daki mecbur emniyet kanunundan takriben bir yılga yakın burun başlangan. Şu Angliya hökumetinden bizge cevap kelgen vaqtida biz şu vaqtida qarar bergan çoqum sotqa chiqimiz deb. Ama bu sotqa chiqish uchun nurg'un tayyorliklar bo'ldi. Şu tayyorliklar бүтүп resmi sotqa yo'llangan vaqti 2021 yılı 2. ay. Ben bir şey qo'shimcha deb qo'yay dedim, eskartib qo'yay dedim. Buning hozir Rahimadam deb chiqqandek jarayoni shundoq uzun bo'ldi. Bunun ichidami bu sot başlaştım burunmu 2021 yılı 2. ayda şu Glan bizning advokatimiz bizning nomimizdami Essex Court Chamber deb şu Angliyadagi bir meşhur advokatlar cemiyetiga bir xat yezib muşularning mush Vatan Sharq Turkiston bo'layotgan irqiy qirg'inchilikni analiz qilib chiqib qonuniy shaklda xalqaro qonun ishlatib bu irqiy qirg'inchilikmi emasmi shuni bir yezib chiqinglar degandan u dokladni qo'limizga olgandan keyin mushu sud jarayonidami buni ishlatdik ve bunu bu tunji advokatlar cemiyetinin cemiyet tarafından bir çıkan doklat ve bu doklatın içinde bir irqiy qirg'inchilik bo'layotganligini isbotlab chiqqan doklat. Şuna bunu sotqa tayyorlagan ta'minlagan materiallarning ichida eng muhim materialning birisi. Ve bunu bu Essex Court Chamber bu doklat chiqqandan keyin 2021 yılı Xitoy hukumati bularni jazoladı. İstinladı ba belki şu çağda nurgulluğun parlament azalarını ve başka teşkilatlarını, okşumagan adamlarını sanksiyon cazalagan çağda bu şu Essex Court Chamber advokatlar cemiyetini okşaş şekilde cazalagan. Bu cezalar şu Angliya ve Avrupa devleti Xitoy xodimlariga 4 xodimiga ceza ve onunkin işlep çıkarış nemisi Bingben bunu cazalagandikin Xitayninki Angliyaga qarşı ceza yollaganda 5 milletvekili onunkin bir qancha nimeler şirketler bulmuş Essex Court Chamber bularninki Hong Kong Singapur Macau mişelerde bir nime advokat hizmetleri firmaları boğaşqa bulağa nait çoğun bir zarar oldu. Zarar oldu. Hem de özünki tor betinden şu reportni çıqırıp etişqe mecbur kaldı. Xo'sh, Zumratay, endi sizningki kasbingiz ham qonun va xalqaro qonun bo'lganligi uchun bu savolni ben sizden so'raydim. Sotninki birinchi qatim mag'lub bo'lishiga nima sababchi bo'ldi? Sizningcha Xitoyninki bormi buning ichida? Bu to'g'riliq endi qisqachalam tushuntirib o'tay dedim, chunki bu yomon texnika, inchik texnika til ishlatish majburlanamiz. Bizning advokatlarmi buni sudda degan chaqdimi xeli tas terminlarni ishlatib degan ham tushuntirgan. Abaymu Rahimadam biraz tushuntirib chiqdi, nima uchun beshida bu birinchi sotchi rad qilganligini. Bunun ichida yana bir asos sababi bu yerda birinchi sotchi degan shaklda bir molning bozor ekonomiyasi
tölengandan keyin malning jinoiy xarakteri tozlandı deb bir qaror chiqqan. Hozir bu abay Reymadam dedi bir ayol sotçi, baş ayol sotçi, lekin bu ikinci qitimqi sotda 3 sotçi bu o'tadi. Baş sotçisi ayol, yana ikkisi yana bir ayol, yana bir er kishi. Şunu bu jami 3 sotçi bizning davarimizdan oldi. Bu yerda deganda burunqi sotçi, tunji sotçi degan narsani butunlay askinchi deb chiqdi. Bu bir malning baza ekonomiyasidan to'langandan keyin balkim malning jinoiy xarakteri tozlandu degan narsa bo'lishi mumkin, ammo jinoiy xarakter malni osi bo'ladi, lekin buni taqtishga ya o'tinib berishga bo'lmaydi degan qarorni chiqadi va shu asos jihatdan shu sababdan biz yengen bulduk. Hem bunun kimi şu Angliya şirketlerimi muşnunga dikkat qilish kerak. Çünkü setip bunundan payda algandan keyin bu jinoiy ishga kirdi degan sababdan yaptık. Hamda ma Zumratayning gapiga bir qo'shimcha qilib qo'yay. Siz dedingiz bunda Xitoy hukumatining qo'li bormi bilmadim. Shu vaqt yashagan bir avval nimada şu sot davom etib küçük tamoqqa chiqqan vaqtimizda Xitoy hukumatiningki ba'zi odamlarni berib sen sotni kuzatgin nimalar bo'ldi deb avatganliklarini bizga shu qatnashgan shu sot qatnashgan insonlar mushna qildi mening xabarim yo'q ekan deb ashni Rayima bilan bizga shu masalalardan xabarim yo'q deb chaqirgan. Demakchi o'g'limiz hamda Xitoy hukumati bu sotni to'xtatish uchun advokatlar bilan, mahkamalar bilan qanchalik gapirishni bilmaymiz. Endi Xitoy uni qilmaydi degan o'ylayman. Lekin Angliya endi bir qonun davlati, huquq davlati unda bo'lgandan keyin Xitoyning u aralashishi u davlatdagi advokatlarni va yoki qonuniy organlarga ta'sir qilmaydi. Ta'sir qilmaydi deb o'ylayman. Men netichisini ta'sir qilmaganligini ko'rdi, ammo uningdan boshqa qanday o'yinlar o'ynaldi, diplomatik qanday besimlarni qildi, uningdan xabarimiz yo'q. Lekin ashuna bir voqeaning yuz berganligi biz şahit olduk. Demek Xitoyning her xil şekilde bununla qo'l tiqqanligida bir gumon yo'q deb o'ylayman. Endi men qo'shib qo'yay, bu yerda Angliya hamda Angliyani dunyoning qonunini chiqargan davlat deydi. Chunki bu davlatda yomon har qandaq bir nimada shu bir qonun tayyor ham har qandaq. Endi boyanqi birinchi qitimliq nima uchun shundaq qaror chiqdi degan vaqtda menimcha Xitoy boshqa nimaninki sababidan emas, shu vaqtdagi sotchininki tayangan qonuni, ya'ni shu ishlar ministrligi hukumatninki tayinlagan advokatlarninki bizga qarshi o'zini oqlagan vaqtida ishlatgan qonunlarga bakarak shunga tayinib ketgan. Shuning uchun maqitimda bizning advokatlarimiz mavu jinoiy ishlar mahsuloti degan ma'nosini ko'parak elib chiqib, buni nim qilgan vaqtda mushu sotchimi agarda bu qonunni mo'yimga olmagan bo'lsa, yana o'xshash nima chiqadi. Shuning uchun bizning advokatlarimiz degan 80% biz yengimiz, 20% balkim yengemasligimiz mumkin. Chunki qonunmi ba'zi vaqtda shu sotchininki qaysininga bakarak tayinlaydiganga sababchi bo'ldi degan. Müştəng qısqa qoşumçu deb qo'yay. Bu yangi chiqqan qarordimi tunji birinchi sotchining qonunni xato izolashgan vaziyat bo'lganini e'tirof qildi. Shunga demak bu endi sotchilar hammasi qonuniyligi butunlay qonun degan endi o'xshamagan odam o'xshamagan shaklda tushunish undaq ahvollar bo'ldi va o'xshamagan shaklda izolash nima bo'ldi, o'zim o'qigandik uni yaxshi bilaman. Shunga maqitim 3 sotchining bo'lishi normalda Court of Appeal'da ikinchi qitim mahkam basangiz sotchining sonimi ko'paydi, chunki jiqadam o'xshash narsani o'ylab o'xshamagan fikrda buni analiz qilsa texnik to'g'ri bir qaror chiqdi deb sababini qildi. Shunga bu sotchilarmi shu bergan qarorda tunji sotchining qonunni xato izolaganini e'tirof qildi. Rahmat sizlarga. Hamda Dunyo Uyg'ur qurultiyi Angliyaninki davlat apparatlarini
bu davlat organlarini arz qilish uchun qanday ishonch va jasorat bilan nimaga tayinib turib arz qildi, bo'lib iqtisod jihatdan qanday hal qildi, buni bir so'rab boqqim keldi. Bu bek yaxshi savol bo'ldi. Mening eng başta deganimdek, shu Dabla xonim, ya'ni bu Gilan advokat firmasida ishlaydigan xonimninki bu bizningki haqiqiy ya'ni irqiy qirg'inchilikning bo'layotganligi va Uyg'ur majburiy emgakninki haqiqat bir jinoyatning bu bo'layotganligiga ishonganligi birinchisi. İkincisi, Angliya hukumatidagi hozirgi bu to'salish nimada qonun, Angliyaning qonunlarga ixtilofli qilayotganligi buningga ishonishi. Chunki bir advokatlar bir arzini qabul qilish uchun eng başta shu arziga ishonish kerak. Bularning o'zining yuksak bir ishonchisi bizga bir texmo bu arzini chuqum qilamiz deydigan ashunaq bir jasoratni berdi. Onun için iqtisod hal qilishda buni boshqa nimadan shu xalqaro shundaq qonuniy ishlarga pul beradigan organlardan hal qilindi. Bunu desek bo'lmaydi, bu maxfiy tutadigan ish. Chunki hozir shu Uyg'ur masalasiga yordam qiladigan, iqtisod jihatdan yordam qiladigan tashkilotlarmi Xitoy hukumatininki ziyonkashligiga uchraydiganligi bo'lganligi uchun bu ishlarni onda e'lon qilib qilmaydi. Shuning uchun asos jihatdan shunchalik deya olaman. Hammalar ko'pdan ko'p rahmat. Endi xatolashmasam, bu Dünya Uyg'ur qurultayininki muvaffaqiyatli bo'lgan ikkinchi sotuğu deyman. Gerçi o'xshamagan sahalarda bo'lsa-mu, birinchi qatimliq Uyg'ur sot kollegiyasi edi. Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi angliyalik mashhur Sodiya Jeffrey Nice efendim tarafidan Uyg'urlarga yurgizilayotgan bu vahshiylikda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi deb bekitilgan edi. Ve bu mu türlü devletler ve parlamentlarınki Uyghur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilishiga ko'rinarli darajada ta'sir ko'rsatgan edi. Bu da haqiqatimki bu Angliya hukumatini, devlet organlarini arz qilgan sotimizniki utuqliq bo'lishimi, bu mu ikinci qitimliq bir muvaffaqiyatli bo'lishimiz deb o'ylayman. Endi sizlardan so'rayganim bo'lsa, bu qitim bu sotda utib chiqishimizga eng zo'r turtki bo'lgan omil nima? Haqiqat. Bu hech qandaq bir qarshi chiqolmaydigan, bu ish bo'lmayotdi deydigan asosi yo'q bo'lganligi uchun. Chunki irqiy qirg'inchilikning bo'layotganligi haqiqat, majburiy emgakninki faqat bizning vatanimizda emas, vatandan boshqa o'lkalarga, Xitoy o'lkalariga Uyg'ur xalqimizni mecburi zorlab apırıp türmüdek aşınaq bir holatda türmünün içinde aşınaq bir şekilde işletilayotgan bu nimeler haqiqat. Bunun da nurg'un şu mutaxassislarning reportlari başqa hayat qolgan yani şu şahitlarninki mecburi emgakda ishlagan. Mesela Güzela Avulqan deymiz, Erbaq deymiz şu kişilerinki şu bəgən şu asas bolduğan naytı moyum ispatları aşular ən çoğun nima boldu bunun yanıp çıkışqa. To'g'ri, men bu Rahima xonimning gapini qo'shilaman. Degandagidek bu yerda haqiqatan haqiqat eng muhim buni rag'batlantirish bo'ldi. Şunun bilan birga mayli Uyg'ur sudi bo'lsin, balki Angliyadagi bu sudda bo'lsin, Dünya Uyg'ur qurultayining va Dünya qurultayi rahbarlarining va ishlayotganlarning irodasi bo'ldi bu yerda. Biz chuqur qila olamiz, g'alaba qila olamiz degan. Chunki bir davlatni va yoki bo'lmasa bir hukumatni bo'lsin. Chunki bu yerda bir zulmning bo'lishi, bir irqiy qirg'inchilikning bo'lishi bir ayrı bir masala. Buni faktlar bilan, xalqaro qonunlar uygun şekilde rətlab taqdim qila olish masalasi. Mana shu so'zimizning birinchisining o'xshash pakti botdi. Ama
taqdim qilish usulida, ama ve sotçularning onunğa paydalangan qonunlarni paydalanish nuqtai nazaridan farqli masala bo'lg'achqa natija farqli bo'ldi. Shuninga bu yerda oldi bilan Dunyo qurultiyininki bu masalada cho'qim qila olamiz deb boshqa xalqaro tashkilotlar bilan, advokatlar bilan bizning beradigan ishonchimiz oldu. Çünkü mayli Uyg'ur sudida bo'lsin, mayli bu qadimgi Angliya sudida bo'lsin, biz bilan hamkorlashgan va yoki bizning shu arzimizni qabul qilgan advokatlarning Dunyo qurultiyiga bo'lgan ishonchisi. Ha biz bu shu tashkilot bilan birlab ishlab qolsak, bizga zararli bo'lgan materiallarni ta'minlab beradi va ishonchli bir organ degan bu narsa bu. Ve bizning buni uchun g'alaba qilamiz. Biz mushunga kapasitemiz nemiz yetdi degan irodamiz bo'ldi. Onun dinkin deganligida yana üçüncü bir narsa Reyme deb o'tganda Angliya qonunning onasi, qonun tuqqan bir davlat. Qonun tug'ilgan, bugungi modern qonunlar tug'ilgan bir davlat. Bo'lgandan keyin Angliya qonunining tarafsiz. Chunki jiq davlatlarda qonun bor, Xitoydan bor qonun. Nurg'un davlatlarda bor, ama bunu icra qilish, tarafsiz şekilde icra qilish masalasi bor. Shunga bu yerda Angliyaning qonunning haqiqatan tarafsiz ve müstakil bir organ bo'lganligidan ibarat mushu narsa bizni rag'batlantirgan amallar bo'ldi. Oxirida ko'rganlarimizga deydigan yurak so'zlaringlar bormi? Bo'libmi hozir davomlashayotgan yeni bir so'timiz bor, u bo'lsin Argentina so'ti. Bu vaqtda bir qisqacha uchur berish bilan birga ve bu so'tlarningki bo'lsin yoki Uyg'ur da'vosi olsun davom qilayotgan her qanday vaqtda bu vahshiylikninki bo'layotganligidan iborat bir haqiqat. Reyme Hanım deb o'tgandek ve reisimiz Doğukan Aysapan deb o'tgandek, buningda bu da'vo ishini qilayotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyininki ichidagi barliq xizmatchi xodimlarninki irodasi ve to'xtovsiz tirishchanligidan bir samarasi deb o'ylasak bo'ldi. Mushu haqlarda ko'ngil so'zinglarni deb o'tgan bo'lsanglar. Mening bir deydigan narsam, biz Dunyo Uyg'ur qurultiyi qilgandek bu bundaq mahkam berish, sud berish hamma tashkilot qila oladi, agar kapasitesi bo'lsa yetsa. Shunga har bir tashkilotning o'zining turayotgan davlatidagi qonunlardan foydalanib mushtaq harakatni boshlashni umid qilaman. Agar uningdan masalan qanday boshlashni bilmay qolsa yoki yordam kerak bo'lsa, biz bilan aloqalashib qilsa bo'ldi. Ama biz javobgarlik, Xitoyning javobgarlik tortimiz deymiz ki, o'zimiz yashayotgan davlatlarda, chunki bunda qonun har bir davlatda bor. Albatta, bo'libmi biz endi Uyg'urlar yashayotgan demokratik g'arb davlatlarda bunda qonunlar kuchli. Bunda qonun majbur emgak to'g'riliq qonun bo'lmasmi, jinoiy ishlar kodlari, qonunlar bo'ldi. Shunga mushundan foydalanib shirkatlarni bo'lsin yoki mushtaq hukumat organlarini sud tortishga bir tirish baxsa yaxshi deb o'ylayman. Biz Dunyo Uyg'ur qurultiyi ham qo'limizdan kelgancha yordam qilishga tayyor deb o'ylayman. Hem xalqimizga deydigan sözümüz bu Xitoydagi bir davlat bilan hapilishning bedellari bo'ldi ve mushaqqatli bir jarayon. Bizning xalqimiz jiqroq hayajon, bugundan bir ishni ertasi natijalashni xohlaydi. Tabiatan bunun jarayonlarini Reyme deb o'tdi go, 2019-yili boshlangan bo'lsa, mana 5 yildan keyin bu natija chiqdi. 4 yil o'tgan vaqtimizda rad bo'ldi, mag'lub bo'ldik. 1 yildan keyin, 1,5 yildan keyin tekrar bu masaladan bo'shatmay harakat qildik. Shunga bu kurashda g'alaba qilish, mag'lub bo'lish har zaman bo'lib turadigan hodisa. Shunga biz bir nimada utuq erishgan vaqtimizda hayajonlanib ketib, agar uning utuqqa erishamasak, ümidsizlik, tushkunlashib ketmasligimiz kerak. Muhimi uzluksizlik, irade, qat'iy iradedan bo'shashmay menish masalasi bor. Bir yerde xalqimiz shunga bu ishni qilayotgan Dunyo qurultiyiga bo'lgan ishonchisida tebranmaslik kerak. Bir nima bir kun, 2 kun bitmaydi. Hatta bizning Argentina sudimiz bo'ldi hozir 3 yildan oshib bo'ldi, tek bir natija chiqmadi, yana qancha davom qilishini bilmaymiz. Shunga bu yerda xalqimizning bizga ishonish kerak. Bu ishonish o'xshash vaqtimizda nurg'un material manbalarga ehtiyojimiz bo'ladi. Hozirgacha nurg'un materiallarni xalqimiz bizga ishongach ta'minlab beradi. Biz o materiallarni advokatlarimizga ta'minlab berdik. Shu orqali uni paket qilib ishlatdik. Ama yana vatanga berib kelayotganlar va chiqayotganlar bor.
Xitoyning bu maqsadi bu erkiy qirg'inchilikni üstünü yepish uchun harakat qilyotdi. Propaganda nimalar uchun, tashviqot uchun ishlatyapti. Shunga har qanday bir Uyg'ur bu zulmning tugamaganligini bilish kerak, bu erkiy qirg'inchilikning davom qilayotganligini bilish kerak. Shunga har qanday bir Uyg'ur o'zining milliy majburiyatini tunib yetish kerak. Shunga bizni material manbalar bilan ta'minlash kerak va bu ishlarning hammasini maddiyatga bog'lantirmoqchi. Bizning bu Londonda bu qatam o'tkazilgan sotimizning jiqra xalqaro fondlar Muşun yardım kılan fondlardan kıldı. Halkımızın bu sot için biz iqtisadi yardım talebide bulunmadık ama Uygur sotu da olsun. Arjantina sotumuz da olsun. Bunlarda halkımızın yardımlarına ihtiyaç duyulduk. Yardım kıldı. Ve Arjantina sotumuzda tamam kıldı. Şunun aldığımız günlerde yanı başka hükümetlerde, devletlerde bugün Engeliyade bokun okşaydıgan sotlarını etişimiz mümkün. Arjantinlarda bulduğun sotlarını içişimiz mümkün. Uygur sotu okşaydıgan sotlar buldu çünkü bu sotların hemisinden maiti karakteri okşamaydı. Hemisi tegizini etken çağda şu halkımızın bir erkinlik eriştiriş, bu erkek kırgınçılık çok tutuş bozma ama okşamagan kanunu resmiyetler bilen hareket götürdüğün gibi. Şimdi bu mesele gelen çağda halkımızdan her zaman çağırtıklarımızga avaz koşuşu, bunun muşakkatlik bir Güreş boğallıqını, Xitaydan bir devlet bilen birleşinin bedelinin ama eğer bolduğallıqını ibaret, bu reallıqın tunub yetişi, bizni çülüşü, bizni qolluşu ihtiyacımız var. Bunu demek ki. Mən axırda deydiğən sözüm, əlbəttə bu irqi qırğınçılığı bu vatqan 7 yılınızı qıldığan işlərimiz şunçilik köp. Hazır bizninki düşmanımız, bir düşmanımız mening nazarimda faqat Xitoy hukumati. Xitoy hukumatiga bevosita jang e'lon qilib, ammo uningda biz utalishimiz natayin, lekin o'zimiz turayotgan davlatlarninki mushu Angliya hukumatiga o'xshash bo'libmi demokratik davlatda yashayotgan qarindoshlarimizninki mushu Angliyada biz qandaq davanın yo'linishini qonuniy jihatdan nima qilgan bo'lsak, shuning natijasini mana masalan ko'rildi. Uyg'ur soti va bugungi Angliya, ya'ni Angliya tarixidagi va Uyg'ur tarixidagi boshqa davlatda tunji qitim hukumatning sotida Muşundaq bir çoğun bir jangda yengib chiqishimiz. Albatta biz Angliyaga qilgan jang e'lonimiz emas, Angliyaninki Xitoyga qarshi chiqish uchun mush yo'llar orqali nima qildik. Shuning uchun meningcha bizning vaqtimiz az, odamimiz shunchalik az, otlarimiz o'roq, lekin yo'limiz to'g'ri bo'ldigan bo'lsa, ben şuna işinme, yol doğru bolduğan bolsa, en ahırda şu menzilge yitelaymiz. Yani biz hazır bek çoğun menzilge yitemesek mi, özümüzün plan kılan, her yılda özümüzün koygan planlarımız var. Şu planlarımızga yetivatımız ve bununki bizninki şu planlarımızga, şu gayelerimizge, şu kıvatka işlerimizinki galbilik boluş üçün halkımızınki, bizninki şu texmi yaxşı işlerimizni naiti galbilik nima qilish uchun ulardan bizga bir hech bo'lmasa ma'naviy jihatdan bo'lsinmi shularninki yordamiga ehtiyojimiz bor. Rahmat. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat ziyoratimizni qabul qilganinglar uchun. Bugungi suhbat programmamiz mishagichi bo'lsin. Keng qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'linglar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Allohga omonat bo'linglar.